Xo'sh, yangi sumka olishim kerak, fitnesga borishim kerak, sovg'a olish kerak. Sayohatchi. Pullarimni qayerga sarflab yubordim? Voy, raqamlar juda ko'p. Miyamda ushlab turish juda qiyin. Karmon AI. Bu yerda daromad va xarajatlarni oson kuzatish mumkin ekan. Kerak bo'lgan ilova yuklab olaman. Assalomu alaykum. Startup yo'li ko'rsatuvining navbatdagi sonida Karmon AI asoschisi Habibulloh Xaloqov bilan yaqindan tanishamiz. Yoshligimdan boshlasak, fizika matematika faniga ixtisoslashtirilgan 50-maktabga qabul qilinganman. Bu yo'nalishga kirib kelishim shu maktab davridan boshlangan. Bu yerda men turli xil olimpiadalarda qatnashganman, fizika, matematika. Iqtisodiyot fanidan esa men respublikada 3-o'rinni olganman. Mana shu moliyaga, iqtisodiyotga qiziqishim aynan shu maktab davridan boshlangan. Undan so'ng esa taxminan 30 ta universitetga qabul qilinganman va u yerda men O'zbekistondagi eng top universitetlardan biri Inha universitetini tanlaganman. Inha universitetiga grant asosida qabul qilinganman. Universitetga kirganimdan so'ng men dasturlashni o'rganganman va dasturlashga qiziqishim juda ham yuqori bo'lgan. Mana shu mobil dasturlashdan bilimlarga ega bo'lgandan so'ng men UIC kompaniyasiga ishga topshirganman va u yerda o'z amaliyotimni boshlaganman. Universitet davrida bizda juda ham qiziqarli fanlar bo'lgan. Masalan, Creative Engineering Design fani bo'lgan. U yerda biz jamoa yig'gan holda turli xil IT loyihalar ustida ish olib borganmiz. Va aynan shu fanlar, aynan shu tajribalar bizga mana shu startup yo'nalishiga kirib kelishga bir turtki bo'lgan. Karmon AI loyihasi shaxsiy og'riqlarimizdan, muammolardan kelib chiqqan loyiha. Amerikada ishlagan paytim u yerda men yaxshi pul topardim, lekin u oyligimni men keyingi oyga umuman yetkazib olmasdim. Va aynan shu muammolar meni qarz olishimga, keyinchalik kredit olishimga bir sabab bo'lgan va keyinchalik bu narsani tahlil qilganman, o'rganganman, qarasam, men pullarimni to'g'ri boshqarmasganman, hisob-kitob qilmasganman, pulim qayerga ketayotganini umuman tushunmasganman. Va shu sababli keyinchalik men shunday loyihalarni Amerika bozorida qidirganman va u yerda Unit Budget degan ilovani topganman. U ilova keyinchalik menga juda ham katta yordam bergan. Pullarimni saqlab qolishga, pullarimni to'g'ri nazorat qilishga, har oy byudjet tuzishga meni undagan va aynan shu ilovani keyinchalik men doimiy ravishda ishlatishni boshlaganman. Qarasam keyinchalik o'zimda men moliyaviy intizomni shakllantirdim. O'zbekistonga qaytganimdan so'ng u ilova O'zbekistonda ishlamasdi va uning alternativalarini izlashni boshladim. Lekin u alternativalar meni ehtiyojlarimni to'laqonli qondirmadi va shu sababli o'zim uchun men loyiha yaratdim, ya'ni mobil ilova ko'rinishida shu Karmon AI loyihasini yaratdim. Keyinchalik qarasam, bu loyiha faqat menga emas, balki juda ham ko'p insonlarga kerak ekan. Keyinchalik bu loyihani kattaroq bozorga olib chiqish uchun uni professional ishlab chiqdik va ommaga taqdim etdik. Loyihaning potensiali juda ham katta bo'lganligidan ommaga ko'rsatilgan paytdan boshlab 100 dan ortiq davlatlardan dasturni yuklab olishlar boshlangan. 15 ta davlatda aktiv ishlab kelyapti va O'zbekistonning o'zida 20 mingdan ortiq yuzerlari hozirda Karmon AI loyihasini ishlatib kelyapti. Menda ham imkoniyat bo'lgan Amerikada qolib ketish, keyinchalik u yerda rivojlanish, ko'proq pul ishlash, vizam bor edi va men qolib ketish imkoniyat bo'lgan. Lekin menga O'zbekistondagi o'sha IT loyihalarni ham chet el bozorlariga olib chiqish menda shunaqa bir inspiration paydo bo'lgan. Ya'ni yosh startuperlar, yosh bolalar katta gigant loyihalarning ustida ishlashadi, qurishadi va men ham shuni xohlaymanki, O'zbekistonda o'zbeklar loyihasi shunaqa dunyo darajasiga chiqishini xohlayman. Jamoamizda asosan o'zbeklar, ya'ni o'zbek bolalar talantlarni yiqqanman. Aynan ular hozirgi paytda mana shu loyihani ustida ishlashyapti va bu loyihani ham biz global bozorga olib chiqmoqchimiz. Hozirda 4 ta tilni qo'llab-quvvatlaydi va bu nimaga ta'kidki, loyihamiz bemalol chet el davlatida ham ishlatish imkoniyatiga ega. 2 yillik strategiya bor. O'zbekistonda rivojlanib, O'zbekistonda yaxshi o'sha o'zimizning PFMni, ya'ni Product Market Fitni topish. Va undan so'ng global bozorga chiqishni maqsad qilib qo'yganman. Hozirgi paytda ham loyiha global bozorda bor, ya'ni 170 ta davlatda bor. 170 ta davlatda turib Karmon AI'ni yuklab olishingiz mumkin. Undan tashqari multi currency degan tushuncha bor, 76 ta pul birligi. U yerdagi muammo bor, ya'ni ularning pul birligini qo'llab-quvvatlashingiz kerak. Keyinchalik har xil
pul birligi doimiy ravishda o'zgarib turadi. Konvertatsiya bor va biz uni qo'ldan o'zgartirishga imkoniyat berganmiz va hozirgi paytda shu muammolar ularning og'riqlarini yechib kelyapti va shu uchun ham Karmondan foydalanishyapti. Biz o'sha Karmon Intelligence ustida ishlayapmiz. Bu accountability sizni shaxsiy moliyachingiz, shaxsiy do'stingiz bo'ladi. Masalan, Warren Buffettni oladigan bo'lsak, 15 yoshda u daftarda xarajatlarni, kirim-chiqimlarni bitta sentigacha yozgan. Bu gapi bor. Agarda kichkina mizerni xarajatlaringni to'g'ri boshqara olmasang, sen hech qachon o'zingda moliyaviy erkinlikni shakllantira olmaysan. Bu narsalar kichkina xarajatlarni boshqarishdan boshlanadi va shu sababli mana shu Karmonga o'xshagan ilovalar shunaqa muammolarni yechadi. Karmon AIdan oldin bir necha ilovalarni sinab ko'rganman, lekin hammasida xarajatlarni qo'lda kiritish kerak bo'lganligi sababli hammasini tezda tashlab ketardim. Kechqurun bir 15-20 minut o'zim vaqtimni ketkazardim hisob-kitoblarim uchun. Lekin mana Karmonda anchagina ishim yengillashdi, vaqtim anchagina ekonom bo'ldi. Birgina ovoz orqali yoki chekni skanerlash orqali xarajatlarni kiritib borish imkonini beradi. Bir vaqtda o'zida bu yerda monitoring yoqib qo'ygan holda avtomatik o'zi hisob-kitoblarni yuritib boradi yoki daromadni yoki tele xarajatlarni o'zini ham. Shu funksiyalar menga juda ham qo'l keldi. Karmon AIda biz barcha ma'lumotlarni xavfsiz ravishda saqlaymiz. Xalqaro sertifikat bor, PCI DSS degan sertifikat. Va biz ham o'sha sertifikatdagi barcha standartlarga to'laqonli javob beramiz. Bizning mijozlarimizning ma'lumotlari to'laqonli shifrlangan holda saqlanadi va mijozlarimizni xarajatlarini va ularning ma'lumotlarini to'laqonli xavfsiz ravishda O'zbekistonda saqlaymiz. Bugungi kunda yoshlarga, yosh tadbirkorlarga juda ham ko'plab imkoniyatlar yaratilmoqda. Ulardan biri bu President Tech Award degan tanlovi. Biz u yerda o'z jamoamiz bilan birgalikda moliyaviy texnologiyalar yo'nalishida Karmon AI loyihamiz bilan qatnashdik va u yerda biz o'z loyihamizga $100,000 grant sifatida prezidentimiz tomonidan taqdirlandik. Bundan tashqari biz Aloqa Ventures'dan $20,000 va Imkon Ventures'dan $30,000 sarmoya jalb qilganmiz va bu pullar yordamida biz o'z loyihamizni rivojlantirish uchun va undan tashqari marketing xarajatlari uchun ishlatdik. Hozirgacha 100 dan ortiq startaplarni ko'rib chiqdik. Umumiy qiymati $9 million dan oshgan 10 ta startapga investitsiya kiritdik. Bulardan biri Karmon AI startapi. Yana bir sabablardan biri loyiha founderi Habibulloh bo'ladi. Biz o'sha boshda ko'rishgan paytimizdan uning biznes tarafdan, texnik tarafdan chuqur bilimlari borligi bizga juda ham qiziq bo'lgan va o'sha sababdan investitsiya kiritganmiz. Karmon AI menga eng yoqqan tomoni bu menga tavsiyalar beradi. Qayerda tejashligim haqida yokida qayerda ehtiyot bo'lib pul sarflashligim haqida. Bora-bora moliyaviy savodxonlikka erishsa, keyinchalik o'zlari saqlab qo'ygan pullarni ham boshqacha investitsion usullarda ham ko'paytirish imkoniyati ochiladi. Pulni ushlab turganda foyda yo'q, uni ko'paytirish kerak. Ya'ni o'sha bu funksiyani qisman bo'lsa ham Karmon AI programmasi bera oladi va o'sha AI qismi, tahlil qismlarini ham sizga ancha yordam beradi odamlarga o'zini pullarini boshqarishga. Bugunda O'zbekistonda venture siyosati, ya'ni venture olami juda ham tezlik bilan rivojlanyapti va venturelardan investitsiya olish, ya'ni angel investitsiyalarni olmoqchi bo'lgan yosh startaperlarga maslahatlar bo'ladiki, raqamlarga asoslangan loyihalar qiling, ya'ni ko'proq pul topishga, ko'proq yuzerlarga va sotishga harakat qiling o'zingizni loyihangizni. Qanchalik ko'p yuzerlar, qanchalik aniq raqamlar bilan bo'lgan startap bo'lsa, o'sha investitsiya olish juda ham tez bo'ladi. Amerika maktablariga qarasak, masalan, o'zi Amerikada borganman, o'sha MITni high school bor. U yerdagi o'sha 4-5-sinfdan boshlab moliyaviy sotqinlik bo'yicha darslar shakllantirilgan. Keyin Monarch degan ilova bor, ular B2B maktablar bilan birga ishlashadi. Har hafta 1 soatmi 2 soat mana shu ilovadan qanday qilib foydalanish mumkinligini ular targ'ib qilishadi. Ya'ni bu narsa yoshlikdan boshlanishi kerak edi va moliyaviy sotqinlikni o'zi menda kim o'rgatgan? Dadam o'rgatgan. Hozir boshlamagan bu narsa, yoshlikdan bu narsaga qiziqqanman va pulni boshqarishni shu yoshlikdan asta-sekin o'rganib kelganman. Aynan shu narsa bizning O'zbekistonda ham bo'lsa, biz mana shu odatni shakllantira olamiz va shu sababli Karmon AI bu yoqga maktablarga integratsiya qilinish, keyinchalik universitetlarga integratsiya qilinish yo'llarini izlayapti. Ya'ni qanday qilib biz loyihamizdan o'sha Amerikadagi Monarchga o'xshab maktablar bilan birga ishlashni yo'lga qo'ya olamiz. Agar shu narsa yo'lga qo'ya olsak, maktab o'qituvchilari hech bo'lmasa haftasiga yoki oyda qanaqadir 2 ta leksiya, 3 ta leksiya o'tsa o'zi yetadi.
endi startap boshlayotganlarga mani tavsiyam bor edi. Birinchi o'rinda mana shu startap nima ekanligini to'laqonli tushunib yetish, keyinchalik ustoz orttirish va undan so'ng yaxshi jamoa qurish. Fuqat Xayriyaga bitta gap bor. 996, ya'ni 9 dan 9 gacha ishlash 6 kun. Va bu juda ham katta energiyani talab qiladi. Aynan shu vibe'ga, aynan shu narsaga tayyor bo'lsa, unda startap qilishni tavsiya qilaman. Agar yurib ketsangiz, taxminan 5-6 yillik unicorn qura olasiz. 5-6 yillik planingiz bo'lsa, sabringiz bo'lsa, bu narsaga unda boshlashingizni tavsiya berardim.